kelmay qo'yaversalar edi-yu. Dadam uyda bo'lmasalaru degan bo'laman Allohga qasam. Nimaga? Dadam juda ham qattiq edilar-da. Dadamiz uyda bo'lsalar biz halovatimiz bo'lmasdi. Dadang desa qotib qolardik. Qo'rquvda dadamiz uyda bo'lsa ruschasiga strah deydi-yu. Qo'rquvda yashardik-da, hatto savlatlarni o'zi bosib qo'yardi. O'ta qattiq qo'rqardik odamimizdan. Dadamizga erkalanib bitta savol ayta olmaganmiz. Shuning uchun mana xotiralar dedingiz-ku, dadamizga erkalanib bilasizlar, bir deyarli xotira ham yo'q-da, uka. O'g'lim deb o'zlari chaqirib qolib bir erkalagilar kelib qolsa yo boshqa bo'lsa, yaxshi ko'rib qolsa borib turib boshlig'imiz boshqa payt dadamiz uyga kelsalar biz boshxonada ovqat solib kelinsa ham qani bolalaring qo'yingda chaqir chekkada televizorda bir multfilm nuppaga deb qolsa ham zo'rmi bolalaring qani chaqir ko'rmaydimi multfilmni ham ko'rmasdi. Shuning uchun dadam zulmkor emasdilar. Endi tushunyapman-da uka. Shu yoshga kirib shu kasbni qilib ko'chada qiziqchi adoyi tamom bo'lib kelar ekanda uka. Hammanikini ko'tarib